Hayotda urushmaydi. Hayotda urushmaydi. Suxa. Yozganingizni kimligini o'qimayman. SMS'ingizga javobim mana. Hayotda urushmaydi. Assalomu alaykum qadrli MMA va UFC muxlislari. E'tiboringiz markazida MMA maydoni kanali. Videoyimizga bir dona like bosishni unutmang. Demak biz boshladik. Seni otingni aytdimi? Yo'q, buni otini aytdimi deb so'rab ko'ring bir. Siz gapirgan gapga ular qanaqa qilib u javob beradi aka? Ular javob bermasa nimaga men rasmni qo'yapti ustida? Ular siz gapirgan gapingizga boshqa odam javob bera olishi mumkin. Aka, men o'zingizdan so'rayapman, primoy. Mana men gapiryapman. Men hammasi to'g'risida gapirdim deyapman. Mani aloqam yo'q. Men o'shangiz sizdan o'zingizdan so'rayapman. Agar mana o'zingizga aytyapman. Siz ham ertaga bo'ydan qochib turib, yo menga ustida to'g'ri kelmadi. Siz mana shu gap sizga tushadi. Men sizga hali bo'yingiz bo'lishini bilaman. Nimaga deng? Sizlar urushmasligingizni bilaman, ekanlaringizni urushmasligingizni. Nimaga urushmasligingizni bilasiz? Sizlarni bo'ylaringiz bo'lmaydi uka. Men buni juda yaxshi bilaman. Nimaga? Ha. Birinchidan u oktagonda urushadi. Bizga o'zi 3 ta kulachniy boy berayotgan musobaqada 3 tasidan предложение ke bo'ldi. Men u bilan kulachkada dogovor qilyapman, agar e'tibor bergan bo'lsangiz videoda. Ha, ashuni e'tibor bermayapman. Mayli, kulachkada bo'lsa ham chiqib gazini bosing, o'zingiz bilasiz. Lekin Humo internasini eshiting uka. Hozir internetda turib bunaqa gaplar qilmang menga. O'sha gaplar Nursulton degan gap chiqdimi og'zimdan aka? Chiqqan yo'q, shuning uchun men shunday kirdim, mana shu jo'natishiga. Hozir aytdimki, unda ham aytdim. Men to'g'rimda gapirmaydi deb aytdim ularga, ham yozganlarga ham. Prosta men shetdaman, menga gapingiz bo'lsa, uka shetdaman deb ayni o'zingizga yozdim. Mana aka, agar sizga birorta lishni gapim bo'lsa, chatim sizga ochiq primoy yozib qo'ya olaman aka. Prosta menga imimni gapirgan gaplaringizni, videoyingizni montaj qilib, hammasi tashab, bitta-ikkita yaqinlam tashab, nimaga u Nursulton bilan yaxshi ishlar. Yaqinlaringiz kim? U yaqinlaringizni menga to'g'ri, qaysi yaqinlaringiz bunaqa qilyapti? Mana men hozir sizga skrinshotlarni menga siz gapingiz aka, sizga tegishtirib yozyapti deganlar skrinshotni sizga tashab beraman hozir. Yaqinlarim Nursulton bilan yaxshi eding-ku, nimaga u unaqa gaplar gapiryapti? Endi sen face to face u bilan ko'chada ko'rishib qolgandan keyin deyapti aka. Hammani temasi yopilganda, bitta meniki ochilganda shu gapni gapiryapti, primoy. Gapni eshitding, nechta odam face to face qildim bilan. Hop, hammasini yopib tashlagan-ku, yopilib bo'lgan-ku ular temasi. Qanday yopib tashlaydi? Ashu face to face qilganlardan bitta so'rasangiz aytadi. Usloviya to'g'ri kelmaganligi uchun bo'y qilmadik deyapti. Biladi, men urushaman deb turib qanday usloviyani so'raydi? Aka, men unga urushaman demadim, mana shularning ichida. U menga urushaman deyapti.